9 oylik dastur. O'zim mittaginaman, fikrim va qalbim oppoq. 9 oy onam neki o'rgatsa, o'zimga yozaman shundoq. Onam ilk kunimdan ustozim mening. Onam dunyodagi ovozim mening. Onam der: "Dadasi, bola uchun ko'proq uxlashim kerak. Ishni kamroq qilib, o'zim saqlashim kerak. Bildim, men uchun uyqu zarurdir. Ishlamoq qiyin-u, dam olmoq huzurdir." Onam der: "9 oy ko'taring injiqligimni, pesh qilmang pulingiz bor yo'qligini." Bildim, biroz injiq bo'lishim kerak. Ko'ngil tusaganin qilishim kerak. Onam der: "Onangiz hech menga zarda qilmasin. Singlingiz turing deb qoshin kermasin." Bildim, biror inson so'zi o'tmaskan menga. Xohlasam turaman choshgoh peshinga. Onam dadamning kartmonin, telefonin, hatto xayolin titkilab tekshirib berar savolin. Bildim, insonlardan gumon qilishim kerak. O'zimni emas, o'zgalarini obdon bilishim kerak. 9 oy shundayin o'tdi-yu ketdi. Onam oppoq ruhimga shunday dasturni bitdi. Mana dunyo yuzini ko'rdim. Issiq onam bag'rida mayin uxlab uyimga keldim. Onam der: "Duo qiling o'g'lim haloyiq. O'g'lim bo'lsin ilmga loyiq. Olim bo'lsin, zaki bo'lsin, olimlar ortidan saf tortib yursin." Men o'ylayman, ilm nima? Olim kim? Kitob nima? Zaki kim? Savollarga javobni topolmas fikrim. 9 oylik dasturda eshitmadim, ko'rmadim. Shuning uchun uxlab oldim. Peshinga ham turmadim. Bu fikrlarni yozganman o'zimdan xulosa qilib, chunki farzandlarimning har biri o'sha bag'rimda o'sayotgan paytda nimani o'ylashim, qanaqa ish qilishim, shu narsalarni kun-kundan takrorlab borgan. Qaysi birida injiqroq bo'lsam, ular injiqroq chaqaloq bo'lishgan. Qaysi birida ish bilan band, o'zimga ishongan bo'lsam, xuddi shunday bo'lishgan. Shuning uchun yosh onalarga, hozirda bag'rida o'zining jigar go'shasini, jigarbandini katta qilayotgan onalarga tavsiya qilamanki, 9 oy davomida farzandingizga har bir qilayotgan ishingiz, har bir gapirayotgan so'zingiz, har bir o'ylayotgan fikringiz va har bir qiladigan niyatingiz yozilib boradi azizlar. Judayam e'tiborli bo'ling.